Onasini emsin. Короче, mana uni yoqib ketdi birinchi. Kelinglar. Yehe. Talabamsizlar deyman. Qayerdan bildilaring? Prosto uylaringdan Mumbayda hidi kelyapti-da. Tushunmadim. Men tushuntiraman. Mana oyoq kiyimlaring sasib yotdi-da mana yerda. Shuni bir chiroyli qilib tushuntirsalaring bo'ladi-ku. Ha, nimani o'xshatish kerak ekan? Kecha Somsa studiyadagi mikrovolnovka ishlamay qoldi. To'g'rilab beringlar. Usta? Mana studentlar lug'atida yangi so'zlar paydo bo'libdimi? Mikrovolnovka, somsa deydi. O'zi sizlar lug'atdan 3 ta so'z bo'lish kerak. Qaynagan suv, Rolton, yarimta buxonka. Yetadi. Mayli xo'p. Mayli. Rahmat sizga. Xush kelibsiz. Mayli, bo'pti, bolaman ketdim. Bularni ko'ryapsanmi? Bular kim bular? Bular bir sassiq student bular. Ota-onasi kredit olib, kontraktini to'layapti. Bu sassiq studentlarni qilib yurgan ishini qara. Yo, noto'g'ri tushunmanglar. Instaga Twitterimiz tekshirishga kelgan, ha bolalar? Bo'li tushunarli. Pulni kartaga tashlab yuboringlar. Formasi ham o'ziga o'xshagan sassiqlar. Bunisiga nima deysizlar? Ha, noto'g'ri tushunmanglar, bayram pulini aytyapti. Ha? Gap yo'q. Ukalar, sizlar darsdan keyin bir eshik, rompom yasamaysizlarmi? Yo'q, nega? O'zlaringga normalniy fortichka yasayapsizlar-da hozir. Ukalarim, men ham vaqtida student bo'lganman. Sizlarday qiynalib kvartiralarda turganman. Men ham oyog'im sasigan, 3 oylab sasigan. Ey, sen o'qimagansan-ku. O'qiganman-ku. Qayerda o'qigansan? Hamshiralik kursida. Nimaga ishlamayapsan emas? Bitta odamga shpris qopqog'ini olmasdan ukol qilgandim. Haydavergan. Uzr bolalar, отчет uchun rasm tushmabmiz-ku. Davay.